Assalomu alaykum aziz Yengilliklarimiz juda ham ko'p chiqqan ertagalikka. Bambuklarimizni yana yaxshi ketgan modellarimiz pastor qilingan. Hamma rasvetkalarimizdan bor. Shoshilamiz. Keyin ko'p modellarimizga aksiyalar ham tushgan skidkalar. Ko'proq bambuklarimiz yengillik va chiroyli chiqdi bunimiz ham. 48 dan 56 gacha 6 ta razmeri bor. Ham har bir razmerga qarab bo'ylari ham o'zgaradi. Materialni ham ko'ring, o'ta tiniq, chiroyli. Bu tomonlarimizda ham yengilliklarimiz ko'p. Zo'l ishlaydigan kassaviy variantimizda ham hamma ranglari chiqdi. 12 ta rang bo'ldi dashi. Rasvetkalari ko'plari ochilmagan. Velvet lapsha so'raganlarga ham velvet lapshalarimizni qalini chiqishda boshladi. Narxini bilasizlar, narxlari 75 ming sotilgan. Ayni damda hozir 70 ming, narxlari ham yaxshi. Xo'p, u tomonga o'tib ko'rsatamiz yana. Xo'p, xalat so'raganlarga xalatlarimizni tugmali variantlarimiz sardorlar chiqishda boshlagan tugmalarimizdan. Xo'p, gullarini ko'rsatadigan bo'lsak, gullarimiz juda ham ko'p. Bu tomonda yana boshqacha gullari bor. Velvetlarimiz, xalatlarimizdan ham bor. So'raganlarga tigirovkaliklarimiz chiqishda boshladi bambuk, pastorlar, tiger toshliklarimiz. Xo'p, toshkent ishlarimiz bor. Sabab sezon payti yuk yetkazolmaganligimiz hisobiga klientlarimiz uchun vibr qilish uchun, assortiment qilish uchun Toshkentdan ham ba'zi bir tovarlar keladi. Palmalar yonidagi gulliklarimizga aksiyalar tushgan, juda ham arzon narxi. Shoshilamiz, sabab soni chegaralangan. Versace modellarimizda ham narxlari biroz tushirilgan. Bo'shatishga deb berib borilyapti, sabab o'zimizda yangi mollarimiz chiqishda boshlagan.